Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshi niyatda uchastka qurib turgan, imorat qurib turgan aka-uka, opa-singillarimiz uchun bugun biz katta g'izotga yetib kelganmiz. Xudo xolasa hozir narx-navolarini, dastavkalarini qayerdan qayergacha bo'lyapti bilib olamiz. Undan oldin kanalga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa qiziq videolarni yo'qotib qo'ymaysizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasam biz boshladik. Kamerani olamiz. Assalomu alaykum aka. Salomatlisiz. Charchamang. Olyapsizlarmi aka? Rahmat. Yaqinroqqa olavering ishlarni oldiga. Razmerlar bilan tanishtirib o'ting aka. 25 612 standart razmerda g'ishimiz. Bunaqasiga 25 6 12. 12. Aha. Xo'p, aka hozir bu sovuq kunlarda ham yuklayapsizlar ekan. Qayerga ketyapti aka bu hozir? Shahrixonga ketyapti. Shahrixonga ketyapti. Havo adashmasam, ha? Havoda. Havoga nechta sig'yapti hozir? Hozirgi kunda 10 mingta sig'yapti bunga. 10 mingta. Endi klientlarni nechta olishiga qarab olib borib beramiz. Kamazimiz ham bor. Xohlasa havoda, xohlasa kamazda. Bu yoqda mana xudo xolasa xomg'ishlar ham bor ekan. Hozir xomg'ishlar faqat sotuvda yo'q, xomg'ishlar. Sotuvda yo'q. Erta bahordan bo'ladi. Xudo xolasa erta bahordan sotuvga bo'lar ekan. Hozircha mana pishgan ishlar bor ekan. Endi misol uchun chet eldan ko'rib turgan Rossiya, Qozog'iston, Qirg'izistonlardan ko'rib turganlar bo'lishi mumkin ekan. Agar telefon qiladigan bo'lsa yoki Telegram, WhatsAppdan yozadigan bo'lsa, dastavkalari qanaqa, to'lovlari qanaqa bo'ladi aka? Shu karta orqali o'tkazaveradi. Karta orqali o'tkazaveradi. Ishonarli qilib jo'natib berasiz. Ishonarli qilib, garantiyali qilib jo'natib beramiz. Misol uchun shu mashinaning ichida sanog'i kam bo'lmasdan yetib boradi. Xudo xolasa bonuslari ham bor. Shu kanaldan chiqsa. Shu kanaldan, agar kanalimizdan chiqadigan bo'lsalaring, xudo xolasa bonuslarni ham qilib berishar ekan. Narx-navolar necha puldan bo'lyapti hozirgi kundagi? Hozir Shahrixonga ketyapti bu mashinamiz 950 so'mdan yetib boryapti. 950 so'mdan yetib boryapti. Namangan, Farg'ona, misol uchun Qo'qondan bo'lishi mumkin. Qo'qonlarga 900 so'm, Farg'onaga ham 900 so'm. Qo'qonga ham 900 so'm, Farg'onaga ham 900 so'm. Namangan, Andijon tomonlariga 950 so'm bo'ladi. Masofasiga qarab. Agar telefon qilishsa, yana ham kelishni beradi bu narsa. Juda ham ajoyib aka. Sho'r qismlari qanaqa bo'lyapti aka? Endi sho'r shu 5-10% deb aytilgan, chiqqani yo'q. Endi bu qishda hisobiga 5-10% bo'lyapti, lekin sho'r chiqmayapti hali. Yozi bo'yi chiqmadi. Chiqmadi yozi bo'yi. Bu namgarchilik hisobiga ozmas chiqib qolish ehtimoli bor deb aytib qo'yapmiz. Ha, ogohlantirib, agar mabodo chiqib qoladigan bo'lsa. Ha, juda ham ajoyib aka. Xo'sh, qadrdonlar, qo'ldan kelgancha ma'lumotni berdik. Aka, manzillarimizni tushuntirib o'tsangiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lenin qishlog'idan bo'lyapti hozirgi video. Qadrdonlar, Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lenin qishlog'idan shunaqa pishgan ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akamizga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishonarli qilib havoda desangiz, havoda, kamaz desangiz, kamazda jo'natib berishadi. Ishlari juda ham yaxshi ekan. Kanalga bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa qiziq ma'lumotlarni, qiziq videolarni ko'rib qizavermisizlar degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar qadrdonlar, salomat bo'lasizlar.